Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorvachi birodarlar. Mana biz sifat drabilkalarimiz anchagina kamayib qoldi. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hozircha shu 7-8 ta bor tayyori. Pichoqlari ham endi tayyor bo'lyapti mana. Shu zavodskoy mahavikdan bo'lyapti. Qalin quyma temirdan emas. Keyin yana bitta yangilik, shu obunachilarimiz soni hozircha 100 dona bo'pti. Sizlardan paddishga kutamiz. Xudo xolasa obunachilarimiz soni 20 mingga yetganda bitta drabilka kommentariya orqali tanlash yo'li bilan bonusga qo'yib beramiz. Chiqarib beramiz. Mana pichoqlarni ham o'zimiz tayyorlayapmiz mana. Xudo xolasa bularni hammasini yana bitkizib video qilib yana qo'yamiz. Hammalaringga rahmat. Salomat bo'lasizlar. Keyin buni ko'p yangi kuzatuvchilar bo'lsa, motorlari haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. 6,5 kW, 3,5 ming оборотlik motor. Mana Ariol original motor, datchiklari o'zida. Bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi Rubin 6,5 kW, 3,5 ming оборотlik motor. Datchiklari o'zida, original. Drabilkalarimiz mana bu qornidagi listlari qalin 7 stenkadagi listdan. Mana ba'da bitish jarayoni. Bularimiz o'sha qalin degan joyim 7 stenkadagi turbalarimiz bu. Mana shu drabilkaning tagligi. Ba'd sekin bitish jarayoni, mana taglarini qo'yib, ba'da oyoqlarini, g'ildiraklarini qo'yib, bitirib mana shu holatga sotuvga chiqariladi mana. Biz bilan bo'lasizlar. Xudo xolasa yana yangiliklarni qo'shamiz bularga.